Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizning mavzusi so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari mavzusini o'tamiz. Demak, birinchisi omonimlar. Omonimlar demak so'zlarning shakl va munosabatiga ko'ra to'rtta guruhga bo'linadi. Omonim, antonim, sinonim va paronim guruhlariga bo'linadi. Shulardan omonimlar. Omonimlar shakli bir xil, ma'nosi har xil so'zlarga omonimlar deyiladi. Omonimlar asosan gapda bitta so'zni boshqa turli ma'nolarga foydalab keladigan so'zlar bu omonimga kiradi. Bularga masalan misol ko'chada chang to'zon boshlandi. İkincisi chang orqali mungli kuy chalindi. Ikkita gap berib kelyapti bizlarda. Ko'chada chang to'zon boshlandi. Birinchi chang bu g'ubor ma'nosini beradi. Ikkinchisi chang orqali mungli kuy chalindi. Ya'ni chang musiqa asbobi. Birinchi gapda ishlatilgan chang g'ubor bilan ikkinchidagi musiqa asbobi bir-biriga mutlaqo zid ma'noli so'zlar hisoblanadi. Bir-biriga yaqin emasligi uchun bular omonim so'z deyiladi. Endi omonim so'zlardan ko'p ma'noli so'zlarni farqlab olishimiz kerak. Masalan, bizning guruhimizga bir bosh kerak. Bunda bosh ma'nosi ya'ni boshlovchi, yo'lboshchi kerak ma'nosi. Ikkinchisi bosh mohiyat, ya'ni insonning tanasining boshlanish qismi bosh olayotganini bildiradi. Ko'p ma'noli so'zlar bilan omonimlarning farqi shundaki, ko'p ma'noli so'zlarda bitta so'zning yondosh va unga yaqin bo'lgan ma'nolari ishlatiladi. Omonimlarda esa bitta so'zning turli bir-biriga qarama-qarshi, bir-biriga munosib bo'lmagan so'zlar ishtirok etadi. Birinchi gapdagi bosh so'zi bilan boshini olyapti so'zlari, birinchisi yo'lboshchi, bosh, ya'ni birinchi tirgak inson, ikkinchisi bosh inson tanasi boshlanish qismi. Bular bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun bular ko'p ma'noli so'zlar deyiladi. Ko'p ma'nolilar va omonlar farqi shundan bilib olsak bo'ladi. Keyingisi sinonimlar. Sinonimlar ma'nosi bir xil, shakli har xil so'zda sinonimlar deyiladi. Bizda foydasi berilgan. Demak, ma'noli so'zlar sinonimlar bir umumiy ma'noni ifodalovchi ikki va undan ortiq so'zlarga sinonim, ya'ni ma'nodor so'zlar deyiladi. Bu kabi so'zlarni bir qatorga jamlashga sinonim ma'nodosh yoki so'zlar qatori deyiladi. Masalan, zafar, g'alaba, yutuq. Zafar, g'alaba, yutuq so'zlarida bunda yuqori darajaga erishish va yutish va birinchiga erishish ma'nosi berib kelyapti. Zafar, g'alaba, yutuqda har birida ham bitta ma'no, umumiy ma'no foydalanib keladi. Ya'ni yutmoq, ya'ni birinchi o'ringa ega bo'lmoq ma'nosini bildirib kelyapti. Demak, sinonimlarda bitta so'zning turli ma'nolari ekan. Masalan, olishimiz mumkin, birgina sinonim qatorini ikkiga bo'lib olamiz. Ekspressiv bu yoqda so'zlar va bu yoq so'zlarga bo'linadi. Masalan, kambag'al,
yo'qsil, nochor. Bularning uchalasi ham darajalash natijasida bir-biridan darajasi yuqoriroq. Kambag'al, o'rtacha narsasi yo'q inson bo'lsa, yo'qsil shu narsaga darajasi juda passivroq, nochor esa undan ham pastroq ahvolda va yashash tarzi qiyinroq ahvolda bo'lib kelyapti. Ya'ni sinonimlarni qo'llashi so'z boyligimizni oshirishga va gaplarimizni yanada mazmunlashtirib ketishiga yordam beradi. Keyingi bo'limimiz bu antonimlar, ya'ni zid ma'nolar. Zid ma'noli so'zlar. Bular badiiy adabiyotimizda tazod san'atini shakllantiradi. Tazod san'at antonimda masalan katta kichik, baland past, uzun qisqa kabini bidirib kelsa yoki tazodda esa adabiyotimizda keldi, kelmadi birikmamiz bor. Ona tilida bu inkor shakli bo'lganligi uchun bu antonimga kirmaydi. Lekin adabiyotda man bo'lganligi uchun buni tazod san'atini shakllantirishga yordam beradi. Keyingi bo'limimiz bu paronimlar bo'limi. Paronimlar bo'limi asosan nutq ijro etilayotgan vaqtda bitta tovush yoki bitta qo'shimcha bilan farqlanishi paronimga kiradi. Talaffuz va yozilishi bir-biriga juda yaqin, lekin ma'nolar bir-biridan butunlay farq qiladigan so'zlar paronimlar deyiladi. Masalan, siqim bor, sig'im bor. Afzal bor, afzal bor. Afzal so'zi bergan bizlarga afzal bu ot, ulov, egar ma'nosini bersa, afzal yaqin degan ma'no beradi. Bunda qoidamizdan ham misol olishimiz mumkin. Talaffuz qulayligiga erishish uchun bitta tovush yoki bitta harf yoki bitta intonatsiya yoki bitta tutuq belgi orqali farqlanadigan so'zlarga bu paronimlar deyiladi. Masalan, bizga berilgan tutuq belgini nima olishimiz mumkin ekan? San'at bor. Sanoat bor. San'at bilan sanoat. San'at muayyan bir ilmiy ma'rifiy ko'rik tanlovlarda san'at namoyandalari ajratgan, masalan, ko'y, qo'shiq yoki badiiy asarlar bo'lishi mumkin. Sanoatda esa ishlab chiqarish, asosan korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning turlari sanoatga kirib ketadi. Shuni qilib borishimiz mumkin. Bundan tashqari misollar berilgan rasoba, rosa so'zlari berilgan. Raso sifat, aqli raso masalan, rosa bu ravish bo'lib keladi. Bunda juda nihoyatda degan ma'no berib keladi. Raso va rosa. Qala bor, qala bor. Bu tutuq belgisiga misol. Qala demak, fe'l bo'lib keladi birinchisida. Biror narsani o'tinni ustiga ustma-ust qalamoq, qal'a bo'lsa, imorat ma'nosi berib keladi. Bunda bitta tutuq belgi bilan farqlanyapti. Demak, tutuq belgi bilan ham tovush bilan farqlanadigan bilib oldik. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan darsimiz qisqacha bo'lgan shulardan iborat edi. Sizlarga uyga vazifa har bitta o'quvchi bittadan ona tili bo'yicha daftar tutib,
daftarimizga antonim, paronim, omonim va sinonim so'zlar haqida 10 tadan ma'lumotlar yozish kerak. Paronimlarni yonida dublikatlari bilan birgalikda mash daftarlaringizga 10 tadan yozib tekshirib chiqsalaringiz yanada mavzumiz mustahkamlanadi.